Inshaalloh mana shu seyfida ham bir gap bor. Mana shu seyfni ichida nima borligini bilishim kerak. Ha, buva, meni g'iybatimni qilib o'tiribsizmi? Sen qayoqdan paydo bo'lding, ofat? Sizga lagatsiya boraman. O'sha yerga kelavering. Ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Buvimga g'iybat uchun odam topilibdi-da. Rosa meni yomonlayotgan ekanlar, borsam. Ertalab o'zim olib kelaman. Yo'q. Siz uni uyiga bormaysiz. Ikkinchi qavat o'ng qo'ldagi uy. Bo'ldimi, unda kirib chiqay. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Xo'p. Xora Sobir va Nilufarga o'tkir tig'li pichoq bilan shikast yetkazganingizni tan olasizmi? Ataylab qasddan jinoyat sodir qildingizmi? Yo'q. Tasodifan bo'lib qoldi. Tasodifan deng. Tasodifan qo'lingizga pichoq qanaqa qilib kelib qoldi? To'g'ri. Uni juda yomon ko'rardim. Lekin o'ldirish niyatim yo'q edi. Qo'rqitib qo'yaman deb o'ylagandim. Nimaga qo'rqitib qo'ymoqchi bo'ldingiz? Chunki u bizni oilamizni barbod qilyapti. Dadamni ikkinchi ayollari bo'ladi. Ha, unda dadangiz ham jinoyatchilarmi shunda? Bizda ikkita oilali bo'lish taqiqlanadi, xabaringiz yo'qmi? Jinoiy javobgarlik bor. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. O'ynashlari demoqchi edim. Ha. Demak, siz otangizni sevgilisini borib pichoqlagansiz, shunaqami? Buni uyushtirgansiz. Xo'sh, kim sizga yordam berdi? Hech kim. O'zim bordim. Oilamizga dadamni zo'rg'a qaytardim. Yana kelib bo'ynlariga osilib oldi. Pichoq ko'tarib borish yaxshi emas. Demak, niyatingiz boshqa bo'lgan. Yaxshiyamki baxtingizga u hali o'lmadi. Balki yashab ketar. Duo qiling. Bo'lmasa ahvolingiz chatoq. To'y bola. Kenaye. Nimaga meni oyim hamma yomon ko'radi? Bilmadim. Endi men shu yerda yashaymanmi? Biz bilan yashaysiz. Men anu xotindan qo'rqaman. Meni urib beradi. Oyjonni aytyapsizmi? Ha, To'g'risini aytsam, men ham qo'rqaman. Menga ham baqiradilar. Lekin men indamayman. Siz ham indamay, xo'p? xo'p kenaye. Ertaga oyim oldiga olib borasiz. Olib boraman. Yeya qoling. Vahima qilishga asos yo'q. Yaxshi.
Agar Niluga nimadir bo'lsa, Farhodni aniq qamashadi. Farhod qamalsa, men chidolmayman. Mayli opa, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bu qiz yana bu yerda nima qilyapti? Dilshod aka tashlab ketdilar, dadajon aytgan ekanlar. Oying qani? Yana tashlab ketdimi? Yo'q. Oyim kasalxonadalar. Voy, bechora oyingga nima qildi? Farhod akam pichoq qoldilar. Nima? Nima deding? Yana qaytar, nima deding? Farhod akam pichoq qoldilar. Farhod, pichoq. Farhod deydimi? Pichoq deydimi? Telefonim, Farhod. Sodiq Turg'unovich, keling. Tinchlantiruvchi dori. Ha, ana. Ana. Endi vrachga boramiz. Alo. Keldingizmi? Kiravering, biz tayyormiz. Kela qoling. Ana bo'ldi. Keling, tura qoling. Turing. Haydovchi keldi. Keling. Qani? Ana. Ehtiyot bo'ling. Ana, haydovchi ham keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'rdingizmi? Nechida chaqirsam yetib keladi. Sodiqligini qarang. Ko'ramiz qala. Ertaga sen bilan gaplashaman. Xo'p bo'ladi. Yordamlashing. Keling. Yuring. Hozir bir pasda qon bosimingiz tushadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring. Voy bolam, nimaga uxlamayapsan? Yo'q, uyqum kelmayapti. Oyi, sizam charchismi? Charchiyman. Ba'zida. Nega dori ichyapsiz? Yuragim mazasi yo'q. Sizni yuragingiz og'rimasin. Siz hali bizga ko'p kerak bo'lasiz. Siz kasal bo'lishingiz kerak emas. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshiyam sizlar borsizlar. Bilmadim, bo'lmasa nima qilardim. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'g'limiz qani? Ichki ishlarda, tergovda. Agar Farhodga bir nima bo'ladigan bo'lsa, men qarab o'tirmayman. Dunyoga o't qo'yaman, tushundingizmi? Borib uyini yoqib kelaman. Ey Xudoyim, endi hech narsaga qarab o'tirmayman. Jonimga tegib ketdi hammasi. U meni ham bolam. O'sha megajiningizni ko'rishga ko'zim yo'q. Zora o'lib ketsa qutulardik. O'lsa qutulmaysan, tutulasan. Duo qil, tirik qolsan. Nimaga men duo qilishim kerak? Ey ahmoq, o'lsa Farhod qamaladi-ku. Sal miyangni ishlat.
Ancha qon bosimlari oshibdi. Vaqtida olib kelibsizlar. Menimcha qonlari ham quyilib qolgan shekilli. Qon suyultiradigan ham qilib bering. Qonni tekshirmasdan turib, qon suyultiradigan ukol qila olmaymiz. Hozir qizlar kerakli muolajalarni qilishadi. Keyin uyga ketsam bo'ladimi? Avval o'zingizga kelib oling. Keyin holatingizdan kelib chiqib maslahatlashamiz. Mayli, men bora qolay. Xo'p, Xo'p. Hozir kiraman, xo'p? xo'p. Shoshmang. Men sizga gapim bor edi. Xo'p, eshitaman. Xo'jayinimni ahvollari yaxshimi? Ey xudoyim, ha. Doktor. Rostdan xavotirli emasmi? Endi xo'jayiningiz yoshlari ulug'. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir qon bosimlarini qizlar tekshirishadi. Keyin muolajalar yozib beramiz shunga qarab. Lekin unaqa qo'rqinchli hech narsa yo'q. Iltimos. 3-4 kun olib qoling. Nima qilyapsiz? Iltimos sizdan. Uyda yotmayaptilar, ishga ketaman deb janjal qiladilar. Menga ularni sog'liqlari kerak. Mayli, siz nimangiz shu. Faqat kassaga to'lovni qilib qo'yasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Yaxshi ishlang. rahmat. Rahmat, yaxshi ishlang. Mayli. Xudoga shukr. Maqsadimga erishmasam qo'ymayman. Nima qilib bo'lsa ham 3-4 kun ushlab qolishim kerak. Ofisda qiladigan hali qancha ishim bor. Bu pullar meniki bo'lishi kerak. Xo'jayin. Mehribonim, buguncha shu yerda qoladigan bo'ldingiz. Yo'q, qolmayman. Qolasiz. Uyda maziz qochsa nima qilaman? O'zi sizni zo'rg'a topdim-ku. Yo'qotishni istamayman. Bir o'zingiz uyda nima qilasiz? Katta hovli bo'lsa qo'rqmaysizmi? Men yolg'iz yashashga o'rganib qolganman. Xavotir olmang. Yo'q, sizni yolg'iz tashlab qo'ya olmayman. Voy. Siz bilan ketaman. Voy. Aytdim-ku sizga. Aytdim-ku. Oy. Qani yotib oling. Ishonmayotgan bo'lsangiz, yoningizda qolishim mumkin. Mayli. Unda ehtiyot bo'ling. Boshqasini ko'zim ko'rmaydi. Xo'pmi, Banu? Siz tuzalib oling. Keyin men sizni o'zim olib ketaman. Oyoqqa tursa, Xudo xolasa keyin sayr sayohatga boramiz. Xo'p bo'ladi. Shunday. Men hozir kelaman, xo'p? Bo'pti, boring, Bitta shu menga jonini beryapti. Qolgan hammasi mendan foydalanadi. Yaxshiyam nazokatxon bor ekan. Manzura menga umuman qaramasdi. Necha marta o'ldirishga harakat qildi. Banu. Yaxshiyam sen bor ekansan. Bo'lmasang yolg'izlikdan men ham o'lib ketardim. Nima ishlar qilib yuribsan, o'g'lim? Men sizni u bilan ko'rishni xohlamadim. Nega pichoqlading? O'sha ayolni sizni oldingizda ko'rganimdan keyin miyam o'chib qoldi. Yomon ahvolga tushib qoldim. Bekor qilibsan. Men qilgan ishimdan afsuslanmayman. Men hamma narsani to'g'ri qildim.
Sen qimalsang, men oying ikkalamiz qanday qilib yashaymiz? Shuni o'ylamadingmi? Bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi. Sizlar meni o'ylamanglar. Qanday qilib ota-ona o'z farzandini o'ylamasligi mumkin? Qamoq senga yaxshi joy emas. Seni to'kib qo'yishadi, bolam. Dada, bu yog'iga endi nima bo'lsa, peshonamda ko'raman. O'ylamay ish qilding o'g'lim. O'ylamay. Qo'limdan kelgancha chiqarib olishga harakat qilaman seni. Aslida men ahmoqlik qilganman o'g'lim. Mana ortig'i bilan endi to'lay yuribman. Haliyam uxlamadingizmi oyijon? O'g'limni qamab qo'yishgan, qanday uxlayman? Hech tushunmayman. Yolg'iz o'g'limni boshidan kulfat arimaydi-ya. Bir kasalxonada, bir qamoqxonada. Hammasiga o'sha jodugar aybdor. Kundoshlikni balosi qursin. Hammasi yaxshi bo'ladi oyijon. Necha yildan beri yaxshi bo'ladi deb yashayman. Hech qachon o'zgargani yo'q. Bu ayol bizga tinchlik bermaydi. Bolamga nimadir degani aniq. Bo'lmasa Farhod birovga hech qachon qattiq ozor yetkazadigan bola emas. Boya ishxonada dadajon bilan ko'rib qoluvdik. Yana topishib olishibdimi? Yo'q, menimcha o'zi kelgan. Lekin bu Farhod akamga qattiq ta'sir qildi. Haqiqatni tagiga yetdim. Demak, dadajoningizni yoniga kelib yuribdi. Oyijon, faqat dadajon bilmasinlar. O'zlari ham o'sha ayoldan qutula olmayaptilar shekilli. Urushib, baqirib haydavordilar. Balo bormi ikkinchi xotinni olib? Tinchgina yurganda shu ishlar bo'lmasdi. To'qqizgacha yotadimi odam? Qo'rqitordingiz-ey, oyi. Ishga bormaysanmi? Ishim obeddan keyin-u. Xotininga uxlayotdimi? Bor uyg'ot. Xo'p. Kulma. Tirjayasan. Lena. Tur oyim chaqiradilar. Mendan nima xohlaydilar? Men bilan nimani gaplashmoqchi? Riyadni qachon opasiz? Bilmadim. Yo'q, xohlamayman. Chiqmayman. Kela qol. Idem. Yur. Bo'la qol. Davay. Kel, ko'taraymi? Yo'q, o'zim. Tur bo'lmasam. Kela qol, yordam beraman. Ay. Ehtiyot bo'l. Assalomu alaykum oyijon. Tinchlikmi? Qo'lini ushlayapsan? Nima yeb qo'yamanmi buni? Yo'q, o'zi.
Xotinni onadan ustun deb bilding-a? Ne unaqa deysiz, oyi? Bilib qo'y. Bolali bo'lsang bolangni qaytishi bor. Shuni ham o'ylagin. Bar, yuz qo'lingni yuv. Yuzini yumasa salom bermaydi. Yurarkan-ku, yetakla yurmasang ham. Yo'q, men uni haydayman. Yo'q, u meni haydaydi. Yo'q. Meni o'ldirib qo'ya qolsin haydagandan ko'ra. Kecha oyimizga sovg'a qilgan bilaguzukni hech ham yechmadilar. Ha, uxlaganda ham qo'llarida edi. Demak, yoqibdi. Hormanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima chizyapsizlar? Mana ko'ring. Mana ko'ring. Mana bir ko'ring. Qani? Oho. Kimning uyi bu? Oyimizniki. Ha? Juda ham chiroyli chizibsizlar. Matluba oyingga ko'rsatdinglarmi? Yo'q. Bu uyni Matluba oyinglarga ko'rsatish kerak. Rosa xursand bo'ladi. Ketdik. Qani ketdik. Ko'rsatamiz. Ketdik. Yuringlar. Ma, rahmat. Men qayerdaman? Kasalxonada. Hozirgina jonlantirish bo'limidan chiqdingiz. Hamma yog'im qaqshab ketyapti. Hozir og'riq qoldiruvchi ukol qilib qo'ydim. Birpasda o'tib ketadi. Jonim og'riyapti. Og'riydi-da, opa. Katta operatsiyani boshdan kechirdingiz. Ozmuncha qon quymadingmi? O'zi ham 12 soat deganda o'zingizga keldingiz. Yaxshiyam pochchani bellari baquvvat ekan. Hamma narsani muhayyo qilib berdilar. Qanaqa pochcha? Sizni eringizni aytyapman-da. Bitta bo'yi baland kishi hamma narsani olib kelib berdilar. Hatto restorandan ovqat buyurtma qilib bizni mehmon qildilar. Ha. Rasul akam. Rosa havasimiz keldi. Yaxshi odam ekanlar. Shunaqa. Ketdilarmi? Bilmadim, shu yerda yurgandilar. Men doktorni chaqirishim kerak. Sizni uyg'onishingizni kutib turgandilar. Chaqing. Mazam bo'lmayapti. Xo'p, hozir. O'zinglar ko'rsatasizlar. Ha, biladi. Matluba oyingga. Qani? Matluba? Hozir. Bu yoqqa qaravor. Hozir. Ha. Bu bolalarni senga yana sovg'asi bor ekan. Yana qanaqa sovg'a? Ko'rsatinglar qani sovg'ani? Mana. Voy. Buncha chiroyli. Siz uyingizni chizdik. Voy. Bu yerda
yerda men ham borman-ku. Siz ham borsiz. Ha, men ham borman. Keti bo'lsa, sizga mana shunaqa uy olib beramiz. Juda chiroyli, menga yoqdi. Qani kelinglar-chi. O'zimni erkatoylarim, aqllilarim o'zimni, mehribonlarim. Juda chiroyli. Qani endi rasmni oxirigacha bo'yab qo'yinglar. Ha, mana. Bora qolinglar. Hoppalar. Bo'la qoling. Qani ketdik. Ketdik. Qani, o'tir. Uy sovg'a qilamiz deyishlarini qarang bularni. Rasmga meni ham, sizni ham qo'shganini qarang. Ha, biz allaqachon o'zlarini ota-onalaridek bo'lib qoldik. Uyimiz ancha o'zgardi. Qizimizdan keyin huvillab qolgandi. Farzandni dunyoga keltirgan emas. Uni boqqan, unga qaragan, tarbiya bergan ota-ona ekan. To'g'ri. Bir narsaga hayron qolaman, Matluba. Qanday qilib o'z tuqqan farzandini odamlar axlatga tashlab ketadi. Holbuki shunday ekan, nega boshida o'ylab ko'rmaydi buni? Hayron qolaman. Shunday oilalar borki, tirnoqqa zor. Shunday odamlar bor. Alloh bergan farzandni qadriga yetishmaydi. Astag'firullah. Hayron qolaman. Hali mana ko'rasan. Mana shu Izzat, Ilyos, bular katta bo'lib, hali katta ishlar qilishadi. Ilohim. Ilohim. Alloh bularni bizga bejizga bermagan, Matluba. Qodir. Qodir. Ha, oyi. Men qara. Xotining peshingacha yotmasa, oshxonalarni tozalasin. Xo'p, o'zi qaq ketasiz? Ishim bor. Bitirib kelaman. Menga qara. Men ketgandan keyin yoniga kirib peshingacha uxlama. Ha, uylarni sal u yoq-buyog'iga qaralaring. Yaxshi o'tiringlar. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldimi? Ha. Oyim ketdilar. Yur birga choy ichamiz. Давай мы Kel, undan ko'ra aylanib kelamiz. No, давай. Mayli. Faqat oyim uzoqroq ketsin. Unda menga shirinlik olib berasan. Olib beraman. Pistalik shirinlik yegim kelyapti. Yaxshi. Bo'pti, olib beraman. Yura qol. Xayriyat, uyg'ondingmi? Sendan xavotir oldim. Rostdan xavotir oldingizmi? Rostdan.
O'g'lingiz nima ish qilganini ko'rdingizmi? Bildim. Ha, yoshlik qilganda. Men u uchun uzr so'rayman sendan. Uzr so'rash bilan qutulib qolmoqchimisiz? Nilufar, iltimos. O'zim yiqilib tushdim degin. Nimaga unaqa deyishim kerak? Bo'lmasa Farhodni qamab qo'yishadi. Hamma qilgan ishiga yarasha jazosini olish kerak. Men bir o'limdan qoldim. Sal qolsa o'lib ketardim. Sen o'lmaysan. Tuzalib yaxshi bo'lib ketasan. O'zim senga qarayman. Bu bilan qutulib qola olmaysiz. Xo'p, nima qilishim kerak yana? Bizni ta'minlab qo'yishingiz kerak. Shuncha yil ta'minladim. Nima shu kamlik qildimi? Uy ham olib berasiz. Bo'lmasam, Nima bo'lmasam? militsiyaga borini aytaman. Meni qasddan o'ldirmoqchi bo'ldi deyman. Kamida 5-6 yilga qamalib ketadi. Seni asl basharangni endi ko'rdim. Pul joningni olsin. Hoy! To'xta! To'xta o'sha yerda. Joyingda to'xta. Qimillama. Ikkalang keyin qayerga ketyapsizlar? Oyi, ketuvdi shekilli. Telefonim qolib ketdi, shunga qaytdim. Savolimga savol bilan javob qaytarma. Qayerga otladilaring? Ya, oyoqlaringiz ishlamay, yotuvdingiz-ku-ja. Ha? Tuzalib qoldimi? Lenani oyog'ini ko'rsatishga ketayotdik. Ya, uxlab yotuvdilaring-ku. Og'rib qoldi-da. Bir pasda doktorga boradigan bo'lib qoldilaringmi? Ha? Shunaqa. O'g'il bo'lib meni aldayapsan-a? Seni boqib katta qilganimga rahmating shumi? Ha? Menga yolg'on gapiryapsan-a? Kir uyga. Hech kim hech qayerga bormaydi. Да хватит Bo'ldi уже. endi, yetar. Не Menga кричите на baqirmang. меня. Не вы Siz меня meni рожали, tug'magansiz, не вы boqib меня katta родили. qilmagansiz. Voy? Voy? Вы меня не Siz брали meni в qullikka рабство. olmagansiz. И зачем Nimaga мне sizdan спрашивать ruxsat свое so'rashimiz kerak? разрешение? Ha, qara. Tili besh qarshi-ku. Meni uyimda turgandan keyin ruxsat so'raysan. Kir ichkariga. Я не буду Men вас sizdan ruxsat спрашивать so'ramayman. разрешение. И я не Sizni пойду uyingizga ham в дом. bormayman. Я буду стоять Mana shu yerda здесь. turaman. Хватит, Yetar endi, устала. charchadim. Сколько можно Sizni терпеть nemis этот qiliqlaringizga yana фашизм? qancha chidashim mumkin? Voy? Voy, nemis bo'ldimmi? Ha? Nemis bo'ldim endi senga? Ana ko'rsatib qo'yaman nemisni. To'xta. Qayoqqa? Oyoq og'riyapti. Yordam beraman. Bo'pti, telefonimni ham tez olib chiq. Ey, yopishib qolgan. Qanaqa qilib yopishtirib yubordi, hayronman. Meni qanaqaligimni endi ko'rasiz. O'zlariga keldilarmi? Ha, o'ziga keldi. Aqli ham joyida, tili ham biron. Unga jon kirdi. Yaxshi-ku. Qani, qon bosimingizni o'lchab ko'raylik-chi. Muhimi xavf ortda qoldi.
Qon bosimingiz joyida. Og'riqlar yo'qmi? Sal og'riyapti. Og'riq qoldiruvchi ukol qilib qo'yishadi. Og'riqlar o'tib ketadi. Siz turmush o'rtoqlarimidingiz? Dorilarni yozib beraman. Olib kelib bersangiz, muolajani boshlaymiz. Hozir oldingizga kiraman. Xo'p, yaxshi yoting. Rahmat. Bo'ldi. Savdo tugadimi? Kerakli narsalarni aytib bo'ldingmi? Shartlaring tugadimi? Yo'q, hali bor. Yana nima kerak? O'ylab olishim kerak. O'zimga kelay, gaplashamiz. Menga qara, haddingni oshma. Men haddimni bilaman. Bola kerakmi? Shartlarimni qilasiz. Nima balo, xotinni qo'yniga kirib ketdi shekilli. O'zim kirganda allaqachon olib chiqqan bo'lardim. Ha? Qayoqqa? Хватит. Sizdan я уже charchab устала. keldim. Uyimga ketaman. Bemalol, katta-kacha. Ketsang ketaver. Menga oyog'i akashang kelin kerak emas. Так вы Siz этого и meni shunga добивались. majbur qilyapsiz. Oyimga baqirma. Даже если Oying твоя har doim мама shunday janjal оскорбляет, chiqarganda ты sen всё jim равно turasan. молчишь. Какой Sen ты qanday муж? ersan? Не можешь Xotiningni заставить tarafini свою жену? olmaysanmi? Turolmaydi, bildingmi? Turolmaydi. Chunki men onaman. Men tug'ib katta qilganman. Sen kimsan? Ko'chadagi bir maishatli qiz-da? Я ему Men вообще-то sizga ребенка nabira ношу. tug'ib beraman. Voy. Hamma tug'ib beradi. Men onaman. Ona topilmaydi. Onani kim tug'adi? Onani hech kim tug'ib bera olmaydi. Ну ладно. Mayli. Пусть Unda женится boshqasiga на другой, uylantiring, который ему sizga родит. nabira tug'ib beradi. Xudoga Unday shukr. dema. Я пошла. Men ketdim. Oyi, nima qilyapsiz? Nima qilaman? Bu yoqqa o't. Qara. Len, Maymoq qiz kimga kerak? Lena emas, Lola. Lola, qaytmagin, xo'p? unaqa demang, oyi. Yur ichkariga. Yur. Kel. Qaytma. Orqangdan tosh otib boraman. Biram pazandasanda, Zulpa. Bir pasda narsalarni pishirib tashlaysan-a. Sen qilgan ovqatlarni biram yaxshi ko'raman-da. Biram shirin ovqat qilasan. Osh bo'lsin. Bujon, faqat oyim maqtamay, men ham qarashdim. Sen-ku judayam yaxshi pishiriqlarni pishirasan. Ovqatlaring ham shirin bilaman men. Rahmat bolam. Alo, Buvi, menman. nima qilyapsan? Buvi, dadamning mazalari yo'q. Shunga sizga qilayotgandim. Rustamga nima qildi? Bilmayman buvi, yuraklari xuruj chiqib qoldi. Iyi. Voy. O'zidan o'zi qanaqasiga xuruj qiladi? Sen qiz yuragini yomon qilgansan. Hey, doktor chaqirtirdingmi? Chaqirdim. Sizsiz bormayman deyaptilar. Voy, o'lmasam nimaga bormas ekan, a? Nima bo'pti? Men hoziroq boraman. Buvi, mashina yuborganman. Tezroq keling, ahvollari og'ir. Xo'p, boraman. Dadangga yaxshilab qarab turgin. Nima bo'pti, tinchlikmi? Rustamning mazasi yo'q ekan. Borishim kerak men.
Qani, narsalarni. Voy xudoyim ey. Hop, o'ting. Ehtiyot bo'ling bujon. O'ting oyi, o'ting. Ana qani obke. Nimamni qani? Ya, ko'rdingmi? Yo, ko'rdingmi? Menga baqirganini eshitdingmi? Eshitdim oyi. Ertaga qarigan chog'imda shu kelin bilan o'tiramanmi? Xor bo'lib ketamanmi? Yo, bir qoshiq shirin ovqat qilishni bilmasa, salom berishni bilmasa, meni yalmog'izdan olib bir baloga solsa. Qariganimda shu ko'rgulikni ko'raman deb o'ylamagandim. Oyi, qo'ying. U ham o'zicha haq. To'g'risini shartda gapiradi, qo'yadi, bo'ldi. Birpas turib esdan chiqib ketadi. Menga to'g'risini gapirmasin. Yolg'on gapirsa ham shirin gapirsin. Bildingmi? Shirin gapirsin. Mana shunda o'g'lim berib qo'yman. Oyi, u o'zbek emas. Shu. Boshqa muhitda katta bo'lgan. Yolg'on gapirib sizni ko'yingizga olmaydi. Bildi qil. Jon bo'lim. Aqlingni yig'. Agar ona kerak bo'lsa, o'sha uyga qaytib chiqmaysan. Xo'p, oyi. O'ylab ko'raman. Sen o'ylama. Agar yalib olib chiqsang, seni aslo kechirmayman. Yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? U meni hech qachon himoya qilmaydi. Xuddi oyisi aytganidek. Xo'p, endi nima qilasan? Axir uning oyisi u. Hech qaysi o'g'il onasini gapini qaytara olmaydi. Agar oyisi aytsa, boshqasiga uylanish ham mumkinmi? Va o'sha boshqasi unga tug'ib ham beradi. Nima, men hech kim emasmanmi? U hatto bolani ham o'ylamayapti. Qizim, ular hech narsani o'ylamaydi. Sen o'zingni o'ylashing kerak. Oyjon, qaynonam meni qabul qilmayapti. Lekin nimaga? Erim meni himoya qilmaydi. Nima uchun, Oyjon? Axir men uni xotiniman-ku. Bo'ldi qizim, xafa bo'lma. U albatta seni yoningga qaytib keladi. Axir u seni ering. Yo'q. Men bu safar uni kechirmayman. Qizalog'im, unday dema. Men undan juda ham qattiq xafa bo'ldim. U ayol shunchaki o'g'lini qo'yib yuborishni xohlamaydi. Bor gap shu. Unda o'g'li bilan birga yashab o'tiraversin. Rustam? Voy tavba. Rustam? Ha, ona? O'g'lim? Ha, tinchlikmi? Yaxshimisan? Yaxshiman? Ha, yaxshi. Yuraging. Nega vahima qilyapsiz, tinchlikmi? Yuraging og'rigani o'tib ketdimi? Doktorga bormadingmi? Meni hech qayerim og'rimayapti. Nega doktorga boraman? Menga seni mazang yo'q deyishdi-yu. Yo'q, men tuppa-tuzman, oyi, yaxshiman. Men aytdim. Buvimni o'sha gadoyvachchalarni uyidan chiqarib olish uchun shuni o'ylab topdim. Bopladimmi?
Yaramas. Basharing qursin seni. Nimaga uryapsiz? Bu senga kam. Haydovchi shu yerda. Tezgina ofisga borib kelaman, xo'p? Tezroq qayting. Aksiga olib, afzalam yo'q. Nima qilyapsan? Nimaga meni kompyuterimni tikyapsan? Hujjatlarni Sodiq Turg'unovich xonasiga olib kirib bering. Men o'sha yerda bo'laman. Lekin Sodiq Turg'unovich xonamga hech kimni kiritmaydiganlar. O'g'ling ahmoqlik qilib, unga bizni tutib berdi. Chaqirtirdingizmi? Oy xudoyim-ey. Chol pullarni qayerga bekitganini bila olmayapman. Chol kechadan beri ishga chiqmayotgan ekan. Cholni xonasiga nazokat ko'chib o'tibdi. Aytgan va'dasini ustidan chiqibdi-da. Define sole proprietorship. What are its advantages and disadvantages? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना, कमेंट में बताइए जरूर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। Sole proprietorship means the business of one person. In this business, only a single person invests his capital effort. He is solely responsible for all losses and enjoy the whole profits. Low cost of organization. There is low cost of organization for starting this type of business as compared to partnership and joint stock company, because this business is on small scale. Low cost of advertisement. There is low cost of advertisement in sole proprietorship because this business supplies goods or services in a limited area, so there is no need to spend a large amount on advertisement. In sole proprietorship, if owners feel they need further capital, then he can borrow such capital from their relative without any interest. So, due to this, cost of production is decreased. There are less chance of fraud in sole proprietorship because no other person is involved in business matter except sole trader.
Sole trader run his business small scale, so he keeps in mind the likeness of consumer. No legal restrictions are imposed on this business. The government gives professional treatment to the establishment of small business. पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में अब बात करेंगे. पार्टनरशिप इज द सेकंड स्टेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. When two or more persons run a legal business for earned profit, it is called partnership. Relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or anyone of attempting for all. Partnership business is created with an agreement. Without the agreement, a partnership frame is not possible. Agreement may be written or oral. It does not arise from status. Entity. This business has no separate legal entity apart from its member. The right and liabilities of the partnership are considered the right and liabilities of the partners. There are minimum 2 and maximum 20 partners in a frame. The Partnership Act does not mention any limit for maximum number of partners, but according to Section 14 Campion's Ordinance 1984, the partnership constraint of more than 20% for carrying any business is illegal.
capital. Generally, capital is contributed by all the partners according to agreement. It is not necessary for each partner to contribute an equal amount. Sometimes a person become a partner without contribute capital, only on basis of skill and experience. Two or more person can form a partnership. It means a single person cannot form the partnership. The liability of each partner is unlimited, which means that when available source of business are not sufficient to meet losses and to make payment of debits, then the private estate of partner is also liable for pay business debit or losses. Decisions are made in this business according to the mental consent of all the partners, so decisions are quiet balance. It is true that our two minds are better than one mind, as they are in partners, therefore they have real skill which is beneficial for partnership. Partners may be classified into different kinds, just as active partner, sleeping partner, junior partner, and senior partner. The partnership frame can be dissolved easily. The death, insolvency, or maybe unhappy incident may be cut short the life of partnership. Combine abilities. As there are many partners, therefore they have major skill. As there are many partners, so this form of business enjoy the combined abilities of several heads. This makes the partnership business more effective. Flexibility. उससे पहले गाइस आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।
The business of partnership is flexible as compared to company in needed. It may be changed with the mental consent of all partners. So guys, आज की हमारी वीडियो है बस यहीं तक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Define sole proprietorship. What are its advantages and disadvantages? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना, कमेंट में बताइए जरूर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। Sole proprietorship means the business of one person. In this business, only a single person invests his capital effort. He is solely responsible for all losses and enjoy the whole profits. Low cost of organization. There is low cost of organization for starting this type of business as compared to partnership and joint stock company, because this business is on small scale. Low cost of advertisement. There is low cost of advertisement in sole proprietorship because this business supplies goods or services in a limited area, so there is no need to spend a large amount on advertisement. In sole proprietorship, if owners feel they need further capital, then he can borrow such capital from their relative without any interest. So, due to this, cost of production is decreased. There are less chance of fraud in sole proprietorship because no other person is involved in business matter except sole trader. Sole trader runs his business small scale, so he keeps in mind the likeness of consumer. No legal restrictions are imposed on this business. The government gives preferential treatment to the establishment of small business.
पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में अब बात करेंगे। पार्टनरशिप इज द सेकंड स्टेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। When two or more persons run a legal business for earned profit, it is called partnership. Relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or anyone of attempting for all. Partnership business is created with an agreement. Without the agreement, a partnership frame is not possible. Agreement may be written or oral. It does not arise from status. Entity. This business has no separate legal entity apart from its member. The right and liabilities of the partnership are considered the right and liabilities of the partners. There are minimum 2 and maximum 20 partners in a frame. The Partnership Act does not mention any limit for maximum number of partners, but according to Section 14 Campion's Ordinance 1984, the partnership constraint of more than 20% for carrying any business is illegal. Capital. Generally, capital is contributed by all the partners according to agreement. It is not necessary for each partner to contribute an equal amount. Sometimes a person becomes a partner without contribute capital, only on basis of skill and experience.
two or more person can form a partnership, it means a single person cannot form the partnership. The liability of each partner is unlimited, which means that when available source of business are not sufficient to meet losses and to make payment of debits, then the private estate of partner is also liable for pay business debit or losses. Decisions are made in this business according to the mental consent of all the partners, so decisions are quiet balance. It is true that our two minds are better than one mind, as they are in partners, therefore they have a skill which is beneficial for partnership. Partners may be classified into different kinds, just as active partner, sleeping partner, junior partner and senior partner. The partnership frame can be dissolved easily. The death, insolvency or maybe unhappy incident may be cut short the life of partnership. Combine abilities. As there are many partners, therefore they have major skill. As there are many partners, so this form of business enjoy the combined abilities of several heads. This makes the partnership business more effective. Flexibility. उससे पहले गाइस आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। The business of partnership is flexible as compared to company in needed. It may be changed with the mental consent of all partners. So guys, आज की हमारी वीडियो है बस यहीं तक। क्या मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।